Aynan R8 jamoasining oxirgi o'yinsini yopib yubordi. Ro'zan bizga Upgrade jamoasi. Upgrade jamoasi o'yinchilari yana bir to'pirni o'z qoplariga yozib qo'yishmoqda. Upgrade winner chicken dinnerni qo'lga kiritmoqda do'stlar. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати Mana shu tariqa Upgrade jamoasi natijasi yaxshiroq bo'ladi. 11 kill. O'zida 11 kill qo'ydi. Как я Красавчик просто. люблю Hozir bilan intervyu tayyorlamoqda. Eslamizda. Turnir tarixida 13% faqatgina headshot berish. Muzafchik yaxshi pozitsiyani egallab olmoqda. Hozir Muzafchik spreylarni amalga oshiradi. Yaxshi, Mallado yana bitta nuqta amalga oshirmoqda va Upgrade jamoasi o'yinchilari to'pirni qo'lga kiritmoqda. Do'stlar, mana shu to'pir chempionlik masalasini hal qilishi mumkin. Manimcha haqiqiy comeback mana shu bo'lsa kerak. Biz comebackni kutgan edik va Upgrade jamoasi comeback qanday bo'lishini bizga ko'rsatib qo'yishdi va kim predikt koroli aytinglar kim taoliylar pakasi дорогу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила.